Assalomu alaykum. Men Sparring Education kanali obunachilari va bizning aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun Birja maktabi saralash formasida tayyorlangan 12-repetision testimiz tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik. Berilgan kvadratning tomoni butun son bo'lsa deyilibdi. Perimetri quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin? O'zi kvadratning perimetri bizda qanday topilardi? Bitta tomon A deb olsak, 4A bo'ladi. Demak, perimetri. Demak, tomonimiz butun sonligi aniq, ya'ni natural son, masalan 1 2 3 4 5, 2,1 3,4 degan narsalar emas. Faqat mana shu 3 ni o'zi, 2 ni o'zi mana shunday sonlar ekan. Qandaydir son bo'lishi kerak. P son deylik o'sha. Bu 4 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak ekan, biz shuni bilib olishimiz kerak. Xo'p, demak 4 ga bo'linadigan sonlarni qaraymiz. Birinchi sonimiz 28 bo'lyapti variantimizda. 28 4 ga bo'lsak 7 bo'ladi. Demak, bitta tomon 7 bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Ajoyib toptiramiz. B javobga qarsak 78 bo'libdi. 4 ga bo'lsak, xo'sh, 19 dan bersak 2 qoldi qolib ketar ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Ya'ni tomon masalan 19 da oladigan bo'lsak, 76 bo'lib qoladi perimetr. Agar 20 da oladigan bo'lsak 80 bo'lib ketib qoladi. Demak, bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'p, 26 ni olamiz javobni. Bo'lsak buni 4 ga 6 dan bo'lyapti. Yana 2 qoldi qolib ketyapti. Xo'sh, tomon 6 dan da bo'lsak, demak 24 bo'lib qoladi. 7 dan da bo'lsak 28 bo'lib ketib qoladi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Siz javobimiz 14 deb oladigan bo'lsak, 14 4 ga bo'lsak 3 tadan 2 qoldi qolyapti. Ya'ni bu ham 14 ga bo'linmas ekan. Shuning uchun bu javobni ham ola olmaymiz. Xo'p, ikkinchi savol. 1 2 3 5 7 8 raqamlaridan bir martadan foydalanib ikkita 3 xonali sonlar hosil qilindi. Shu sonlarning yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'la oladi deyilibdi. Buning uchun biz eng katta ikkita 3 xonali son tuzishimiz kerak. Xo'p, raqamlarimizga qarab chiqamiz. 1 2 3 5 7 8, to'g'rimi? Demak, biz shuni anglay olishimiz kerak. Ikkita sonimiz. Virgul keyingi son. Bu yuzlar xonasi, bu ham yuzlar xonasi. Mana shu ikkalasiga eng katta sonni qo'yishimiz kerak. Bittasiga 8, bittasiga 7 ni qo'yamiz. Endi o'nlar xonasiga keldik. O'nlar xonasiga ham eng katta raqamlarni qo'yishimiz kerak, ya'ni 5 bilan 3. Birlar xonasiga keldik, o'zi ikkita raqam qoldi bizda, 2 va 1. Ikkalasini qo'shamiz endi. Mana shu bizda eng katta 3 xonali sonlarni hosil qiladi va yig'indi ham shunda eng maksimal darajaga yetadi. 2 ga 1 ni qo'shsak 3, 5 ga 3 ni qo'shsak 8 va 15. 1583 bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz A variant bo'ldi. Xo'sh, 3-savol. Chorvalar 10 ta qo'y va 15 ta echki sotmoqchi. Xaridor bitta qo'y va bitta echki olmoqchi. U necha xil usulda sotib olishi mumkin debdi. Demak, bitta qo'y, bitta echki olmoqchi ekan. Qo'ylardan 10 xil tanlasa bo'ladi, to'g'rimi? 10 xil qo'y tanlasa bo'ladi va echkilardan esa 15 ta, 15 xil echki tanlasa bo'ladi. Demak, bitta qo'y tanlab 15 ta echki tanlash mumkin, 15 xil. Yana bitta qo'yni tanlab yana 15 ta bo'lishi mumkin. Bu narsa mana shunday 15 bo'lib, jami 10 ta bo'lib takrorlanadi. 10 ta bo'ladi. Har bir qo'y bilan 15 tadan bironta nima deydi? Echkini olib kelib qo'yib tanlashimiz mumkin. Demak, o'sha 15 imizdan 10 ta bo'ldi. Demak, 10 kara 15 150 ta usul bo'lar ekan. Savobimiz to'g'ri variant bo'lyapti. Xo'p, Halima 5 ta konfet sotib olib 50 so'm qaytim oldi. Agar u 8 dona konfet olgan dedi, yana 160 so'm to'lash kerak bo'lar edi debdi. Halima pulni birinchi topolsak, Halima pul deb qo'yaylik, mana pulni bildiradi. 5 ta konfet har bir narxi K da. Keyin bunga 50 so'mni qo'shyapmiz, ya'ni 50 so'm qaytarib olyapti. 5 ta konfetning narxini jamni hisoblab turib 50 ta qo'shsak, Halimani puli kelib chiqadi. Yana buni qanday chiqarib kelishimiz mumkin? 8 ta konfet olsa 160 so'm yetmay qoladi, ya'ni 8 ta konfetni puldan 160 ta ayirsa, yana Halimani puli chiqib keladi. Demak, mana shu ikkita tenglamamizni ishlab olamiz. 5k ni bu yoqqa 160 ni minus 160 ni plyus qilib turib bu yoqqa o'tkazamiz. Ya'ni 8k ayrilgan 5k teng bo'ladi 160 qo'shilgan 50 ga 210 ga. Demak, 3k teng bo'lyapti 210 ga. Konfetning bittasining narxi 70 ekan.
Bir dona konfet necha so'm turadi deb so'ralgan ekan bizdan ham. Demak, to'g'ri javobimiz B variant bo'ldi. 70. Xo'p, uchta sonning yig'indisi 1826 ga teng. Ulardan birinchisi eng kichik ikki xonali son. Ikkinchisi nima ekan? Ikkinchisi uchinchisidan 3 marta katta. Shu sonlarni kattasini toping debdi. Eng kichik ikki xonali son bo'lish uchun necha bo'lish kerak? Ikki xonalilar o'zi 9 dan keyin boshlanadi, ya'ni 9 kirmaydi, 10 dan boshlanadi. 10 bizda eng kichik ikki xonali son. Demak, birinchi sonimiz aniq ekan 10 ligi. Ikkinchi son uchinchisidan 3 marta katta. Xo'p, uchinchi sonni x desak, ikkinchi son buni 3 marta katta bo'lar ekan, 3x bo'lar ekan. Endi shularning qiymatlari yig'indisi bizga 1826 ni berish kerak, ya'ni 3x qo'shilgan x qo'shilgan 10 teng bo'ladi 1826 ga. Demak, x bilan 3x ni qo'shsak bizda 4x paydo bo'ladi. 10 ni minusga o'tkazsak, ayrilgan qilib tenglik tarafiga 1816 bo'ladi. Endi nima qilamiz? O'sha 1816 ni to'rt xonali sonni bir xonali songa bo'lishni bajaramiz 4 ga. Hop, bir nechini bera olmaymiz. 18 ni ichida 4 ta 4 bor. 16 2 qolar ekan. 21 ni ichida 5 ta 4 bor. 4 ga 5. Hop, 20. Demak, bir qoldi. Mana 6 ni tushiramiz. 16 ni ichida endi 4 ta 4 bor. Demak, 454 bo'lar ekan. Buni mana chiqarib bizda x ni, ya'ni 3-son 454 chiqdi bizda. Bizda nima so'ralgandi? Shu sonlarning kattasini toping deyilgandi. Bizda katta son bu ikkinchi son edi, ya'ni 3-sondan 3 marta katta. 454 ko'paytirilgan 3. 3 kere 4 12 ni ikkisi biri, 3 kere 5 15 16 ni 6 biri, 3 kere 4 12 1362 bo'lar ekan ikkinchi sonimiz va bu eng katta son. Shu uchalasini orasida, shuning uchun to'g'ri javobimiz C variant bo'ldi. Xo'sh, 6-savol. 3 ta vagonga 100 tonna yuk ortildi. Birinchi vagon 18 tonna, ikkinchi vagonga undan 3 marta ortiq yuk ortildi. Demak, 18 ni 3 ko'paysa 54. Uchinchi vagonga necha tonna yuk ortildi debdi. 54 ga qo'shamiz 18 ni. Demak, 72 tonna ortilibdi birinchi va ikkinchi vagonga. Endi uchinchi vagonga necha tonna yuk ortilganini topish uchun 100 tonnadan hammasidan jamidan 72 tonnani ayirib tashlaymiz. Shunda bizga 28 tonna qolar ekan. Va to'g'ri javobimiz shunda A variant bo'ldi. 7-savol. Menda 10 bo'lak shokolad bor edi. Ularning har biri qora yoki oq rangda. Men qora shokoladdan 2 marta ko'p oq shokolad yedim. Keyin menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi. Boshida menda nechta qora shokolad bor edi debdi. Buni nima qilib ishlasak bo'ladi? Buni tenglama qilib ishlasak juda chalkash bo'lib ketadi. Shuning uchun javoblardan ketamiz. Ya'ni 2, 3, 4, 5 ni qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, nimalar deyilyapti o'zi? 10 ta bor, oq qo'shilgan qora, jami soni 10 ta. Endi aytilib, men qora shokoladdan 2 marta ko'p oq shokolad yedim. Xo'sh, demak, qanchadir yegan qora shokoladdan x desak, oq shokoladdan 2x yegan. Keyin menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi debdi. Keyin masalan, bu ikkita anomali bo'lib ketar ekan, ikkita normalni tenglama bo'lib ketar ekan, shuning uchun ikkita qora shokolad bor deylik. 8 ta oq shokolad bo'ladi. Endi aytibdi, men qora shokoladdan 2 marta ko'p oq shokolad yedim. Keyin menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi. Xo'p, qora shokoladdan ham yeyish kerak, oq shokoladdan bundan 2 marta ko'p yeyish kerak. Keyin ham ularni yegandan keyin ham qolish kerak qora shokoladdan. Demak, biz bitta yeyishimiz mumkin hozir birinchi holatda boshqa. Bitta qora, keyin qo'shilgan 2 marta ko'p bundan 2 ta oq. Nechta ketdi jam? 3 ta ketibdi. 7 ta qolibdi. Ikkinchi holatimiz endi nima bo'lyapti? Keyin menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi debdi. Qancha qoldi o'zi bizda? Bitta qora qoldi, 6 ta oq qoldi. Bu ikkinchi shartimiz qanoatlantirmayapti. Shuning uchun
A javobimizni ololmaymiz. Xo'sh, A javobni ololmaymiz. Endi bularni o'chirib tursak, endi ikkinchi holatimizni ko'ramiz. Ya'ni 3 ta qora shokolat bor deylik. 3 ta. Hop, birinchisida yegandan keyin oq shokoladdan qaranglar, 3 marta ko'p qolishi uchun mana 3 ga bo'linadigan son qolishi kerak. Hozir biz bitta yesa 2 ta qoladi yoki 2 ta yesa bitta qoladi. Bular 3 ga bo'linmaydi. Ya'ni keyingi holatda mana aytilyapti mana yerda, keyin menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi deyapti. Shuning uchun kamida yeyilgandan keyin 3 qolishi kerak. Qora shokoladdan 3 dona qolishi kerak. Shuning uchun o'zimdan o'ylab qarasak, A va B javoblarimiz umuman to'g'ri emas ekan. Shuning uchun C va D javoblarini ko'ramiz. Yaqinroq bo'lib turibdi bu ikkalasi. Xo'sh, C javobga keldik. 4 ta. 4 ta shokolad bor endi bizda. Bittasini yedi deylik. Keyin u oq shokoladdan 2 tani yedi. Demak, qora shokoladdan 6 ta bo'lgan. Xo'p, shunda oq shokoladdan 3 ta qoldi, qora shokoladdan bu qora edi, bu oq edi. Qora shokoladdan 3 ta qoldi, oq shokoladdan 4 ta qoldi. Bu keyingi shartimizni qanoatlantirmayapti. Ya'ni menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi deganga. Buni bitta oq shokolad qolishi kerak edi. Shuning uchun bu javobimizni ham ololmas ekanmiz, C javobimizni. Xo'sh, endi oxirgi variantimizga yetib keldik, D variantiga. 5 ta shokolad bor ekan. 3 tasi qolish uchun 2 ta yedi deylik birinchi holatda. Birinchi 2 ta yedi, qora shokoladdan bu. 5 ta oq shokolad bor ekan. Endi oq shokoladdan bundan 2 marta ko'p yegan bo'lsa 4 ta yegan bo'ladi. Endi oq shokoladdan qoldi bitta, qora shokoladdan qoldi 3 ta. Mana bu holatimizga qarasak endi xuddi aytilgan shartga to'g'ri keladi. O'zi oq shokoladdan 5 ta, qora shokoladdan 5 ta bo'lib turibdi. Jami 10 ta bo'lakni beryapti. Bu birinchi gap. Xo'p, keyin aytayapti, men qora shokoladdan 2 marta ko'p oq shokolad yedim deyapti. Qoradan 2 ta yedi, oqdan 4 ta yedi. Keyin qoradan 3 ta qoldi, oqdan bitta qoldi. Keyin aytayapti bu ham, menda oq shokoladdan 3 marta ko'p qora shokolad qoldi deyapti. Oq shokolad bitta, qorasi 3 ta. Demak, shartlar hammasi qanoatlantirildi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D bo'lib chiqdi. Xo'sh. 8-chi savol. Evkalipt daraxtining bo'yi birinchi 5 yilda 12 metr balandlikka yetadi va keyin bir xil tezlikda o'sadi. Xo'p, bir xil tezlikda o'sadi degani har yili qanchadir metrga ham santimetrga o'sadi. Har yili bir xil. Undan kamroq emas, ko'proq ham o'sib ketmaydi. Xo'p, 35 yilda 48 metrga yetibdi. O'z boshidagi 5 yilda 12 metrga yetdi. Endi oradan qancha yil o'tdi? 30 yil o'tdi. Qanchaga o'sib ketdi? 36 metrga farq qilyapti. Demak, yiliga qanchadan o'sgan bo'ladi? Bir xil tezlikda o'sgan bo'lsa, 36 ni bo'lamiz 30 ga. Kasr qilib bo'lsak, 6 larga qisqartirsak, 6 bo'lingan 5 bo'ladi yoki 1,5 dan 1 yoki 1,2 metrga o'sibdi, ya'ni 120 santimetr har yili. Xo'p, birinchi 25 yilda deyilyapti. Endi bizda evkalipt daraxtini necha santimetrga o'sadi? Daraxti necha santimetrga o'sadi? Endi biz hozir nimani topdik? Bu 120 santimetrimiz yiliga. Yiliga 120 santimetr o'sar ekan. O'sha 5 yilda 12 metr o'sgandan keyin bu. Endi birinchi 25 yilda deyapti. Endi xo'p, birinchi 5 yilda 12 metr o'sib oladi. Keyin sekinlashadi endi o'sish. Endi qolgan 20 yilda har yilda 120 santimetrdan e'tibor qilamiz bunga. 120 santimetrdan 20 yil o'ssa 2 0 bo'lar ekan va 24 bo'lar ekan. 2400 santimetr o'sar ekan. Endi boshida bizda 12 metr edi. Buni ham santimetrga aylantirsak 1200 santimetr bo'ladi. Qo'shsak, birinchi 25 yilda evkalipt daraxti 3600 santimetr bo'lib ketar ekan. Balandligi 36 metr degani, ya'ni bu. Shuning uchun C javobimiz to'g'ri variant bo'ldi.
Xo'sh, 9-savol. 48 ta chet tili o'qituvchisidan 30 tasi ingliz tili, 29 tasi nemis tili o'qituvchilari. Shu o'qituvchilardan nechtasi faqat nemis tilida dars beradi debdi. Buni Venn diagrammasi orqali topa olamiz, ya'ni Venn diagrammasida mana bunday bo'ladi. Nemis tili va ingliz tili. Chet tildan o'qituvchilar 48 ta ekan o'zi jami. Jami 48 ta bo'lishi kerak. Ingliz tilidan 30 ta, nemis tilidan 29. Hozir shuni qo'shsak ikkalasini 59 chiqadi. Bu 48 dan ko'p. Nimaga ko'p bo'lib ketyapti? Bizda mana shu yerda x ikkalasini kesishgan joy, ya'ni ingliz tilini ham, nemis tilini ham biladigan o'qituvchilar borligini bildiradi bu narsa. Va ularning sonini topish uchun biz mana bunday qilamiz. Bu ikkalasini qo'shamiz birinchi. 30 qo'shilgan 29. Mana shu yerda qo'shganimizda mana yerdagi o'sha x'imiz 2 marta hisoblanib ketgan bo'ladi. Endi mana shundan x ayirtirsak bittasini 48 kelib chiqishi kerak. Mana shu x lekin ikkita tilni biladigan o'qituvchilar sonini ko'rsatadi bizda. Xo'sh, 59 edi. 59 ayrilgan x teng bo'ladi 48 ga, demak x'imiz 11 ga teng ekan. 11 ta o'qituvchi ham nemis tilini ham ingliz tilini bilar ekan. Endi mana 11 deb yozib qo'yamiz. Nemis tilini biladiganlar 29 ta edi. Bu yoqqa 29 ta. Bular 30 ta edi ingliz tilini. Shu o'qituvchilardan nechtasi faqat nemis tilini biladi deyapti. Endi faqat nemis tilini biladiganlarni topish uchun nima qilamiz? Ikkala tilni ham biladiganlarni faqat nemis tilini biladiganlardan ayirib tashlaymiz. 29 dan 11 dan ayirsak 18 kishi faqat nemis tilini biladi. Bularni ham qo'shsak 29 kishi nemis tilini biladi degan kelib chiqadi. Shunday qilib to'g'ri javobimiz B variant bo'ldi, 18 ta bo'lib. Demak, berilgan belgi yordamida shunday natijalar olindi debdi. U holda 13 va 9 ning qiymatini toping deb so'raldi bizdan. Xo'p, qaraymiz. Qarab chiqamiz shakllarga. Nima bo'lyapti? Qanday qonuniyatga ko'ra bu natijalar chiqadi. Xo'p, 2 bilan 4 ni oladiganmiz. 2 ga birinchi 4 ni qo'shamiz. 6, yana 2 ni qo'shamiz. Buni 8 bo'lyapti. Endi keyingi tengligimizga ham shuni qo'yib ko'ramiz. Ya'ni 4 ga qo'shyapmiz 3 ni, qo'shyapmiz yana 4 ni. 4 ga 4 8, 3 ni qo'shsak 11 bo'lyapti. Qanoatlantiryapti. Endi 3-chi holatimizni ham ko'ramiz tasdiqlash uchun. 8 qo'shilgan 7 qo'shilgan 8. Bu ikkalasi 16, 7 ni qo'shsak 23 bo'lyapti. Demak, mana shu qonuniyat bajarilayotgan ekan. Hamma mana shu uchalasida. Endi 13 bilan 9 ga qo'yadigan bo'lsak qanday bo'ladi? 13 qo'shilgan 9 qo'shilgan 13. 26 bo'ladi. 9 ni qo'shsak 35 bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz D variant bo'ldi. Quyidagi shakl nechta kubdan iborat deb savol berilibdi. Demak, ko'rinmay turgan bizdagi tomonlarda oldingi qaysidir testimizda aytib o'tganimizda bor shakl kub bor deb hisoblab ketamiz. Endi qarasak, eniga 3 ta kub, bo'yiga 3 ta kub qo'yilgan. Demak, bu nimani bildiradi? Bir qator terilguncha mana shu shakl 9 ta kub kerak bo'ladi bizga. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz 9 ta. Demak, birinchi qatorda 9 ta bor. Ikkinchi qatorda ham 9 ta bo'lar, lekin mana yerda bitta shakl olib tashlangan. E'tibor bilan qarasak, shuning uchun ikkinchi qatorda demak 8 ta bo'lib qoladi. Endi 3-chi qatorga qarasak, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bor. Ko'rinib turibdi o'zi. 3-chi qator. Mana shularni qo'shib chiqamiz endi. 9 ga 8 17, 5 ni qo'shsak 22 ta kvadrat bor ekan kub. 12-savol. Akbar 6-qavatda, Jasmin esa shu uyning 3-qavatida turadi. Agar Akbar 1-qavatdan Jasminning kvartirasigacha 4 daqiqa piyoda yursa, 1-qavatdan o'z uyigacha qancha vaqtda chiqadi debdi. Demak, 1-qavatda turibdi. Unda zina bilan 2-qavatga chiqadi, kimda zina bilan 3-qavatga chiqadi. To'g'rimi? O'rtada nechta zina bosdi o'zi bu? Bitta. Jami 2 ta zina bosib o'tdi. Qavatlar 1 bilan 3 ning o'rtasida. 3 ta emas, mana shunga e'tibor beraylik. Demak, endi 2 ta mana shu 2 ta zinani bosib o'tguncha u jami qancha sarflabdi? 4 daqiqa sarflabdi. Demak, bittasi uchun 2 daqiqa sarflar ekan. Endi undan so'ralgan, ya'ni Akbar o'sha 1-qavatdan boshlab o'zini uyigacha necha minutda chiqib boradi deb. O'zini uyigacha mana 3 edi bu,
4, 5, 6 bo'ladi. Ya'ni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta zinani bosib o'tadi. Har biriga 2 daqiqadan sarflasa 10 daqiqa sarflar ekan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D variant bo'ldi. Xo'sh, 13-savol 89 soni quyidagi ketma-ketlikning qaysi biriga tegishli debdi. Hop, birinchi ketma-ketlikka qarasak, elementlar 5 5 ga farq qilyapti. Bu ham 5, bu ham 5. 5 5 5 5 5 bo'lib ketaversa 5 ga bo'linadigan sonlar bo'lish kerak ekan bu qatorda faqat, lekin 89 bizda 5 ga bo'linmaydi, shuning uchun A javobini chiqarib tashlaymiz. B javobga qarasak, 1 dan keyin 1 dan boshlangan, keyin 8 ga, keyin 8 ga, keyin 8 ga farq qilyapti. Yoki bularda nima birlashtirib turibdi? 1 ni ayirib tashlasak, mana bundan har birini 8 ga bo'linadigan son paydo bo'lishi kerak. 89 ga qarasak, 89 dan 1 ni ayirib ko'ramiz. Yoki mana shu o'sha 1 dan boshlangani uchun 1 ni ayirib ko'ryapmiz. 8 ga bo'linadigan son chiqishi kerak. 88 va buni 8 ga bo'lsak 11 bo'ladi. Ya'ni mana shuni bo'lib 11 ta 8 dan keyin 89 hosil bo'ladi bu ketma-ketlikda. Demak, mana shu ketma-ketlikka tegishli bo'lib turibdi hozircha. Endi C javobga qarasak, 1 dan 10 gacha 9 taga, 10 dan 19 gacha, ya'ni 9 taga, 19 28 gacha, yana 9 taga farq qilyapti. Demak, 1 dan boshlangani uchun endi buni ham xuddi shunday qilamiz. 89 dan 1 ni ayirsak, 88, 9 ga bo'linadigan son chiqishi kerak. 9 ga bo'lsak bo'ladimi buni? 9 tadan bo'ladi. 9 kere 9 81 va 7 qolar ekan. Demak, bu qonuniyatga tegishli emas ekan bu ketma-ketlikka. D javobga qarasak, 2 8 14 20 bo'lib ketibdi. Ya'ni 6 6 6 farq qilibdi. 2 dan boshlangani uchun 89 dan ayiramiz 2 ni. 87. Bu sonimiz 6 ga bo'linadimi yo'qmi? Sinab ko'ramiz. 87 dan 6 ga bo'lsak 10. 17 ning ichida 2 tadan bo'ladi va 5 qolib ketar ekan. Yo'q, 27 ning ichida 4 tadan bo'lar ekan. 27 ayrilgan 24, 3 qolar ekan. Demak, bu nima deydi? Bu ketma-ketligimizga ham tegishli emas ekan 89. Faqatgina B javobimizdagi ketma-ketlikka tegishli bo'lar ekan. 14-chi, muslimada bir nechta gul bor, charosda undan 3 marta ko'p gul bor. Gulida esa muslimadan 20 ta kam. Agar ularda jami 160 ta gul bo'lsa, muslimada nechta gul bor deyilibdi. Muslimadagi gullar sonini noma'lum bizga x ni belgi olsak, charosda undan 3 marta ko'p ekan. Demak, charos 3x desak bo'ladi. Gulida esa muslimadan 20 ta kam. Guli muslima nima deb belgiladik? X dedik. Demak, x minus 20 ekan muslima. Muslimamiz gulida x minus 20 ekan. Endi mana shu uchalasini qo'shsak, hammasi 160 ta gul bo'lishi kerak. Qo'shamiz, x qo'shilgan 3x qo'shilgan x minus 20. Xo'sh, 5x minus 20 bu yoqqa plyus o'tadi, ya'ni 180 ga teng bo'ladi. X bizda 36 ga teng bo'lar ekan. Muslimada nechta gul bor deb so'ralibdi. Muslima bizda x bilan belgilangan edi. Demak, to'g'ri javob 36 bo'lar ekan. D javob bo'ldi. Xo'sh, 15-savol. Madinaning savatchasida 36 olma bor. U o'zi va dugonalari bilan olmalarini teng bo'lib olmoqchi. Quyidagilardan qaysi biri uning o'rtoqlari soni bo'la olmaydi debdi. Xo'sh, o'rtoqlari soni bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Mana o'zi bilan qo'shib hisoblaganda o'zi turibdi va o'rtoqlari turibdi. Nechtadir? X deb belgilaylik. O'zini bitta odam, to'g'rimi? X ga 1 ni qo'shsak, x o'rtoqlari soni, o'zini qo'shsak 36 bo'linadigan son bo'lishi kerak. 36 bo'linadigan son bo'lishi kerak. Buni variantlardan qarab topsak bo'ladi. Bizda bo'la olmaydigan son so'ralgan. Uning o'rtoqlari soni bo'la olmaydi deb. Xo'sh, 9 ni oladigan bo'lsak, o'rtoqlari soni 9 desak, o'z bilan qo'shib hisoblasak 10 ta bo'ladi. 36 ni 10 ga bo'lib bo'ladimi? Yo'q. Shuning uchun
mana shu javobimizni olishimiz mumkin. Ya'ni o'rtoqlar soni 9 ta bo'la olmaydi. O'z birdaniga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun A javobimiz to'g'ri bo'ldi. Qolgan variantlarga qarasak, 5 ta o'rtog'i bor desak, o'zini qo'shsak 6 ta bo'ladi. 36 ni 6 ga qo'shsak, har biriga 6 tadan olma tushadi. 8 o'rtog'i bor desak, birini qo'shsak 9 ta bo'ladi o'zi bilan va har biriga 4 tadan olma tegadi. O'zini qo'shsak, D javobda 4 ta bo'ladi o'rtoqlari bilan birga va 9 tadan olma tushadi har biriga. Xo'p, shunday qilib, testimiz tahlili ham o'z yakuniga yetdi. Videolarimiz sizlar uchun foydali bo'lyapti degan umiddamiz. Testlarda yaxshiroq qatnashishlaringizni so'rab qolamiz va video tahlillarni ham kuzatib boringizlar. Xayr, sog' salomat